Ba'zan odamning ichini to'ldirib yuboradigan og'ir so'zlari bo'ladi. Sirlaringni aytging keladi. Kimdir seni chin dildan tinglashini, yuragingdagi yukni yengillashtirishini xohlaysan. Lekin ko'pincha odamlar tinglamaydi. Tinglagan ham bo'lsa balki eshitmaydi. Yoki eshitib ham sirlaringni birovga aytadi. Shunday paytda bir haqiqatni esla. Eng yaqin suhbatdosh seni yaratgan zotdir. Qo'lingni och, duo qil, ichingni to'kib sol. Seni qiynayotgan, yuragingni siqayotgan, dunyoni tor qilib ko'rsatayotgan muammolaringni u zotga ayt. Alloh nafaqat eshitadi, balki senga yo'l ham ko'rsatadi. Sirlarni eshituvchi, qalblarni xotirjam qiluvchi, tinglovchi, eng to'g'ri yechim beruvchi zotdir u. Duolaring ijobat bo'lishini xohlasang, Duo anatomiyasi nomli 7 soatlik audio kitob tayyorlab qo'yganman. Bu audio kitob senga to'g'ri duo qilishni va duoning ulug' hikmatlarini o'rgatadi. Biodagi havola orqali o'tib, Duo anatomiyasi audio kitobini albatta tinglab ko'r.